Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 20-yanvar, xudo xolasa, bizning zavodda bir vaqtning o'zida 20 dan ortiq ko'chma do'kon ishlab chiqarilyapti. Bularning birma-bir sizlarga video qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu do'konimiz 6 ga 3. Tayyor bo'lganiga 1 soat bo'ldi, xudo xolasa. Buni birma-bir obzor qilib beraman. Xo'p, bu oldidagi Akfa antrazit alyumin profil, yashil tunika fon tepapasi mokriy antrazit tunikadan yasalgan. Ichlari MDF pol, 5 tonna yukka garantiya beraman. Devor MDF, bemalol issiq sovuqqa chidamli, uteplit qilingan devorlar 100%. Tomda ham shunaqa uteplit qilingan. Xullas, yozda salqin, qishda issiq, xudo xolasa. Xo'p, ikkinchisi, bu narxini aytmadim, bu nalichkada 31 million so'm. Bu ikkinchi do'konimiz 6 ga 3. Xuddi shunday yaxshi sifatli materiallardan ishlab chiqarilgan. Bu ham nalichkada turibdi. Buni 30 million so'mga berib yuboraman, xudo xolasa. Bunisi o'zimizning ofis. 1 yildan beri foydalanyapman. Maza qilib ishlatyapman. Ichidan olaman. Ichidan olaraylik. Ofis qilmoqchi bo'lganlar mana ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa. 6 ga 3,5. 6 metr uzunligi, eniga 3,5. Mana konditsioner, bemalol televizor ilsanglar bo'ladi. Mana stolim ham 2 metr, mana bu yoqda yana katta joy qolgan. Mana miyahki, jurnalniy, mana orqada eshigi ham bor. Ikkita fortishka, xullas klientlarni xohishiga qarab qilaveraman. Xo'p, bunisi 3x2, taglar alkafondan o'ralgan. Ichlari MDF, polam MDF. Xullas hammasi sifatli materialdan qilingan. Buni narxi bu ham nalichkada 17 million so'm. Ikkita bundan bir xil, mana. Qoshida farq qilishi mumkin, nimasi bir xil. Bittasi eshik o'ng qo'l tarafda, bittasi chap qo'l tarafda. Bu 4 ga 3 rama, bu 6 ga 3 rama. Bu ham tayyorlanyapti, xudo xolasa buni ham nalichkaga chiqaraman. Mana bular zakazga. Bu Surxondaryoga, Surxondaryoniki bu, Surxondaryoga ko'chma uy. Mana sal tartibsiz bo'lyapti, e'tibor qilmaysizlar. Men bu ishni ko'rsatishim kerak sizlarga. Tipa plastik, bu ham MDF, ikkita deraza, mana. Ochilishi. Mana bunisi ham. Yopildi, mana ochildi. Mana ikkita deraza. Bu ham 6 ga 3 razmer. Joyimiz juda tor, o'shaning uchun mana Kitayskiy Corona yangi chiqqan. Mana tepalarni ham bunday ko'rsatuv. Juda ham chiroyli. Mokriy, maloshniy, mana ichlari bu ham sifatli materiallardan qilingan. Shishalarimiz 4lik shisha. 3lik, 3.2lik, 3.5lik shisha ishlatyapti ko'pchilik, lekin bizda 4lik hammasi qalin shisha. Mana bu yoqda ham do'konimiz bor. U ham nalichkada 25 million so'mga berib yuboraman, 4 ga 3. Xo'p, ishlatiladigan profilda mana yangi profil ishlataman. Adhot, unaqa nima deydi? Eski profillar ishlatmayman. Hammasi yangi, qalinida mana. Bu yoqda bor, nari yoqda bor. Keyin alyumin profilimiz mana. Bazadan promoy olaman, furalab, o'shaning uchun bizda arzon chiqadi. Hamma narsa bazadan keladi, zavoddan. Arzon narxga olaman. Bozordan kami bir 5000, 6000 farq qiladi biz oladigan joy. O'shaning uchun bizda narxlar ancha arzon. Mana bu ham ko'chma uy. Akbar aka bu qayerdaki? Qashqadaryo, Qashqadaryomidi? Va bu Qashqadaryoga ishlab chiqariladigan ko'chma uyimiz. Mana buni ham oldida ikkita deraza, o'rtada eshik, mana bemalol. Mana ichkari issiqqina ishlasa bo'ladi. Tepalar mana uteplit qilinyapti, devorlar uteplyonniy, polam uteplyonniy. Xo'p, bu do'konimiz nalichkada, narxi 33 million so'm. 2 xona fast foodga mo'ljallangan. Mana bitta 2 metrlik xona, bitta 4 metrlik xona. Buni orqada eshik, buni yon boshda mana. Mana yon boshda. Mana portishkasi, orqada ham portishka, mana bu yoqda ham portishka. Bu zal, nark taraf kuxniy. Xo'p, bu 7 ga 3
Bu ham o'zi ertaga tayyor bo'lib qoladi, Xudo xolasa. Bu ham nima deydi, egasi bor. Buni ham nasib bo'lsa zakazga tayyorlanadi. To'g'risi, zakazim juda ham ko'p. Bir 6-7 ta hozir shu yerda hammasini egasi bor. O'sha uchun qayerga ketyapti esimda yo'q. Yolg'on ma'lumot berib qo'ymay deb qayerdaligini, qayerga yasalganini aytganim yo'q. Mana bu lekin nalichkada 5 ga 3. Mana shu do'konni aksiyaga chiqarganman. Buni 26 millionga berib yuboraman. O'zi 28-29 million chiqadi. 26 millionga berib yuboraman mana shu 5 ga 3 do'konimni. Bu kichkina do'koncham 12 million so'm, 2 ga 2. Tomi sandwich panel, mana ichlarini ko'rsat. Tagi Alkafon. Xo'p. Mana bu 7 ga 3 do'konimiz, bu ham Qashqadaryoga yasalyapti, Xudo xolasa. Bu ham ertaga indinga nasib bo'lsa tayyor bo'lib qoladi. Xullas, kimga shunaqangi ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Respublikani xohlagan nuqtasiga olib borib o'rnatib beraman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.